Assalomu alaykum, xayrli kech aziz obunachilar. Shunday ajoyib shabboda, sokun tunda audio yozishga qaror qildim. Audiomni mavzusi operatsiyalar haqida. Juda ham ko'p ayollar operatsiya qilishga negadir juda ham oshiqishadi, shoshilishadi. Operatsiya qildirishim kerak deb. Ya'ni qanaqa? Misol uchun ko'pchilik ginekologlarga murojaat qilganida yoki o'zini o'zi diagnostika qilganda uni matkasi pastlab qolganini bilishadi va ma'lum bir shifokorlarga murojaat qilsa, ular premoy operatsiya buyurishadi. Misol uchun ular hech qachon aytmaydi, mashq qilishing kerak va har xil mashqlarni o'rganib, mashqlar qilsang, to'g'ri ovqatlansang va mana shu sog'lom turmush tarziga amal qilsang, asta-sekinlik bilan bu kasallik o'tib ketadi. Ya'ni tuzalib ketasan deb aytishmaydi-da, ularga operatsiyani taklif qilishadi va ayollar ham rozi bo'lishadi. Afsuski, bu meditsina bugungi kunda biznesga aylanib qolmoqda. Agar siz o'z tanangizni har xil operatsiyalardan o'zingiz saqlamaydigan bo'lsangiz, sizning sog'lig'ingiz hech kimga kerak emas. Afsuski shunday, hamma ko'p insonlar pul uchun o'zini vijdonini ham sotishga tayyor bo'lgan zamonda yashayapsiz. O'zingiz ham dori sohasi ham biznes bo'lib ketgan, vrachlik sohasi ham biznes bo'lib ketgan. Endi bu degani ularni inkor qilishimiz kerak degani emas. Har xil holatlarda, misol uchun ekstreniy holatlarda rostdan ham misol uchun operatsiya qachon qilinishi kerak? Haqiqatdan ham mana shu holat hayotingiz uchun xavfli bo'lsa, voy mana shu operatsiyani qildirmasangiz o'lasiz, umuman iloji yo'q desa, keyin operatsiya qildirish kerak bo'ladi. Yoki o'ta darajada muhim bo'lsa u operatsiya, o'ta darajada o'sha operatsiyasiz hech qanaqa boshqa chora yo'q bo'lsa, uni qildirish kerak. U juda ham majbur. Lekin qolgan holatlarda internetdan izlanib ko'rib, psixologlar bilan gaplashib ko'rib, psixoterapevtlar bilan ishlab ko'rib, palon million operatsiya uchun sarflagan pullaringizni psixologga sarflang, o'qishga sarflang, sayohatlarga sarflang, rivojlanishga sarflang, til o'rganishga, kurslar sotib olishga sarflasangiz, ancha yaxshiroq o'sib rivojlanasiz va tanangizga ham zarari kamroq bo'ladi. Men farmatsevtman, oliy ma'lumotliman. Dorilarda organizmga qanday zararli ta'siri borligini juda ham yaxshi bilaman. Ayniqsa narkoz. Narkoz berib operatsiya qilishgandan so'ng xotirangiz ketishni boshlaydi, tanangiz qarishni boshlaydi, umringiz qisqaradi. Narkozdan qaytib chiqmasdan o'lib qolishingiz ham mumkin hattoki. Bu juda ham nima deydi? Afsuski, og'ir holatlar, afsuski bor holatlar va bugungi kunda bo'lib turgan holatlar. Agar siz dori-darmonlarga reaksiyangiz bor bo'lsa, siz dori-darmonlar olgan paytingizda ular reaksiya berib qolsa, yana ham holatingiz yomonlashib qolishi mumkin. Azizlarim, imkon qadar operatsiyalardan o'zingiz saqlashingizga to'g'ri keladi. Vrachlar sizni saqlamaydi. O'zingizni o'zingiz saqlaysiz. Imkon qadar fitness klublarga borib, mashqlar qilib, internetdan mashqlar o'rganib, bugungi kunda YouTube'da mashqlar tiqilyapti, Instagramda mashqlar tiqilyapti. Fitness klublarda juda ham chiroyli mashg'ulotlar o'tilyapti. Hamma yoq ochiq, oydin. Herbalife mahsulotlari sotilyapti. Ochiq, oydin, qonuniy. To'g'ri ovqatlanish darslari o'tilyapti. Internetlar ham tiqilib ketdi to'g'ri ovqatlanish darslariga. Shularni qiladigan bo'lsangiz, matkangiz asta-sekin yana o'zini holatiga qaytadi. Operatsiya qilishga hojat qolmaydi mening. Ba'zi bir mijozlarim bo'lgan operatsiya qildirishgan. O'sha matkalarni tepaga ko'targizdirishga, juda ham qiynalishgan. Uzr so'rayman. Yo'tal kelib qoldi. Matkalarini operatsiya qildirishgandan keyin, ko'tartirishgandan keyin 3 oycha o'tirishga juda ham qiynalishgan, og'riq kuchli bo'ladi. Ham taningiz narkoz olgandan keyin u qarishni boshlaydi. Umringiz qisqaradi, xotirangiz ketadi. U oliy ma'lumotli farmatsevt sifatida aytibman. Undan tashqari
Mani turmush o'rtog'im travmatolog, neyroxirurg vrachlar. Ular operatsiya qilishadi bemorlarni. Lekin inshaalloh meditsinani biznesga aylantirib yubormaganlar, ya'ni kasblariga vijdonan yondashadi, lekin hamma ham kasbiga vijdonan yondashavermaydi. Ba'zi bir vrachlar borki, ular pul uchun operatsiya lozim bo'lmasa ham operatsiyani tavsiya qilib yuborishadi. Shuning uchun ham siz o'zingizni sog'lig'ingizga o'zingiz javobgarsiz. O'zingiz vrachchi tig'ini tagiga tutqizib berib, keyin biror bir asorat yuzaga kelsa, vrachni ayblab o'tirmang. Vrachni ayblab o'tirmang. Uni biznesi, uni tirikchiligi shu operatsiya qilish, undan daromad topish. To'g'ri, madgingiz yaxshi bo'lib qoladi operatsiyadan keyin. Lekin uni azoblari-chi, uni og'riqlari-chi, unga chidash, umuman nafaqat matka bilan bog'liq operatsiyalar, boshqa operatsiyalarda ham o'ta zarar bo'lmasa qildirmasdan imkon qadar to'g'ri ovqatlanish, mashqlar qilish, badlar ichish, psixolog bilan ishlash, ya'ni iloji boricha tabiiy yo'llardan foydalanib kasalliklarni davolashga harakat qiling. Shunda inshaalloh xotirangiz ham susaymaydi, dori-darmonlarga reaksiya ham berib yubormaydi va narkozi dori-darmonlarni nojo'ya ta'siri ham bo'lmaydi sizda, chunki siz tabiiy dori vositalaridan foydalangan bo'lasiz. Misol uchun Herbalife mahsulotlarini ichib davolanadigan bo'lsangiz, bu ham tabiiy dori-darmon mahsulotlari, ya'ni badlar, biologik qo'shimcha vositalari. Azizlarim, men ogohlantirib qo'ydim. Tanlov qilish ixtiyoringizda. Xohlang operatsiyaga rozi bo'ling, xohlang operatsiyaga rozi bo'lmang, lekin men oqibatlarini aytib qo'yish bu mening vazifam. Psixolog sifatida, xalq bilan ishlayotgan inson sifatida, oliy ma'lumotli farmatsevt va vrach travmatolog neyroxirurgning rafiqasi sifatida xalqni ogohlantirib qo'yish mening vazifam. Men vazifamni qildim. Qaror qabul qilish o'zingizdan. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayrli tun, yaxshi dam oling.